Ismoil Bilginning Quddusning so'nggi muhofizi kitobi haqida suhbatlashamiz bir qadar. Bilasizmi, Ismoil Bilgin bu kitobni qanday yozgan? Bir jurnalist Quddusga Turkiya delegatsiyasi orqali boradi va o'sha paytda Quddusdagi tashqi ishlar vaziri bilan aloqaga chiqadi va birinchi boradigan tabarik makon Mi'roj kechasiga guvoh bo'lgan Masjidul Aqso, musulmonlarning yuragi bo'lgan masjidga boradi. Va u yerda bir yoshlar qari otaxonga ko'zi tushadi. Undan so'raydi, bu otaxon kim deb. Tashqi ishlar vaziri shunday javob beradi, bu otaxonni bilmaymiz. Yillarki shu yerda. Yillar mobaynida shu yerda turadi, hech kimga lom-lum demaydi. Shunda jurnalist uni suhbatga tortadi. Otaxon, yaxshimisiz? Siz bilan bir qadar suhbatlashmoqchi bo'laman dedi. Va undan so'raydi, siz kimsiz? Men Usmonli imperiyasidagi xizmatchiman. Biz bu yerda anchadan beri turibman, anchadan beri xizmat qilyapman. Lekin dedi, nima majburlagani haqida bir qadar ichki kechinmalar, ichki istiroblar, hammasi mana shu kitobda. Quddusning so'nggi muhofizi. O'zi Ismoil Bilgin juda zo'r yozadi kitobni. Qarang. Buni o'qigandan keyin qanday qilib o'z ishiga sadoqat bilan yondashishni, qanday qilib mehr berishni, bir vazifani qanday, uni nima majburladiki bu yerda vazifasi nuqtai nazardan tugab bo'lgan joyida, ya'ni vaqt o'tgandan so'ng nima majbur qildi, nima ushlab turdi degan savol qiynaydi-da barchani. Siz o'ylab ko'ring, qanday siz bilan men, shaxsan men hayotimni tika olmasdim. Usmonli turklar imperiyasida armiya shu qadar yig'ilganki, o'ylab ko'ring, ular yurti uchun, yurtining hududi uchun yuragini berganda. Siz bilan bizni qo'limizdan bu kelmaydi. Nima haqida gapiryapman o'zi? Bizda hali sen shaharlik, sen qishloqi, hali bir millat bo'la olmadik-ku. Qanaqa sadoqat, vatanga qanaqa muhabbat. Tan olasizmi yo'qmi, bu achchiq haqiqat. Baribir hali xalq bo'lmadik. Agar shu ketishda bo'lsa, menimcha qiyin. Mayli, mavzudan qochmay-a. Ismoil Bilgin o'zi kim? Yozuvchi Ismoil Bilgin 1964-yil Turkiyaning Çanakkale viloyatida tug'ilgan. Istanbul universitetining geologiya fakultetida tahsil olgach, universitetda assistent bo'lib ishlaydi. 1999-yil doktorlik ishini himoya qiladi. Keyinroq universitetdan bo'shab, jamoat tashkilotlaridan birida ishlay boshlaydi. Yoshligidan hikoyalarni mashq qilib turar edi. 2000-yil Umar Sayfiddin nomidagi adabiyot tanlovida Istanbul zilzilasi haqidagi Nima bo'lyapti degan payt nomli hikoyasi bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Shuningdek, keyin ijodga qattiq kirishadi. Qutul Amora romani yozuvchilikdagi jiddiy qadami bo'ldi. Yozuvchilar uyushmasining tarixiy roman yo'nalishidagi mukofotini qo'lga kiritdi. Usmoniylarning ko'ngilli askari jangchisi sifatida bir umr 1917-yildan 1982-yilgacha Quddusda xizmat qilgan Ig'dirlik o'nboshi Hasanga chuqur hurmat, ehtirom va minnatdorlik ila bag'ishlayman. Ruhing shod bo'lsin. Endi sizlarga kitobga bo'lgan qiziqishingiz yanada orttirish uchun yakuni qanday tugashini ozgina o'qib beraman. Yotgan joyida devordagi soatga qaradi. Millar 20:54 ni ko'rsatmoqda. Xonaga jimlik cho'kkan. Soatning chiqqillashi eshitiladi xolos. To'satdan boshi aylangandek bo'ldi. Bo'g'iq va chig'irlagan ovoz keldi. Bu ovoz tanish, cho'chib ketdi. Yer tobora qattiqroq silkina boshladi. Devorlar yorilib, suvoqlar ko'chib tushdi. Yotgan joyidan sakrab turdi, stol yoniga borib cho'kkiladi va qo'llarining boshini ustiga qo'ydi. Shu asnoda kiyim
gursullab ag'anadi. Elektr toki o'chdi. Tashqarida baqir-chaqir eshitiladi. Mehmonxonadagi odamlar zinalariga qarab yugurar, vahimaga tushib ehtiyot chorasini esdan chiqarishgandi. Go'ljak zilzilasining boshidan o'tkazgan Ahmad Qalamo'g'li turgan joyidan qimirlamadi. Nihoyat yer silkinishi to'xtab, qo'rquv bosildi. Darrov cho'ntagidagi uyali telefonini chiqarib, fonarni yoqdi. Xona ag'dar-to'ntar bo'lib ketibdi. Qandil haliyam silkinyapti. Tashqaridagi baqirishlar, signal ovozlari eshitilyapti. Sumkasini oldi. Telefon yorug'ida tezgina zinalardan tushdi. Ko'chaga otildi. Bor kuchi bilan cho'par va tinmay bir ismni takrorlaydi. Gulnihol, Gulnihol. Bu badiiy to'qima Gulnihol, ya'ni ishq qissasi bor. Lekin kitob umuman boshqa mavzu. Tarixga qiziqadigan, haqiqiy tarixchilar o'qiydigan kitob. U Quddusning so'nggi muhofizi edi. Vafot etgach ulkan shahar qo'riqchisiz va navbatchi askarsiz qoldi. Hozir shu shahar yetim. U bo'lganida falastinliklarni himoya qilgan bo'lar edi. Chaqqon, uzun bo'yli kishi edi. Yuragida olov bor edi. Shahardagi oxirgi Usmoniy edi. Bergan va'dasini bajarish uchun umr bo'yi xizmatga sodiq edi. Qancha ta'rif bersam kamda, Ig'darli boshqasini bilmadim. To'g'risi, tilim aylanmayapti. Bunday jasorat, bunday matonat, bunday g'urur, bunday sharafimni o'zi bilan olib ketdi. Yetim qoldi. Kitobni o'qigan inson xayoldan o'tadi o'sha asarlarga. Va bu 20-asrga o'tmagan voqea, lekin qarang, hozir nechinchi yil? Ig'darli Hasan nechinchi yil vafot etgan? O'ylang, tafakkur qiling. Aytadigan gaplarimiz ko'p, qiladigan ishlarimiz juda ko'p, o'qiydigan kitoblarimiz ham bisyor. Faqat biz ilm darajasida boshqalardan o'tsak, kimligimizni ayta olsak, shunda biz haqiqiy millat o'laroq shakllanamiz. Shunda bizdan ham o'ylaymanki, bor ko'zga chiqmagan Ig'darli Hasanlar, lekin yana ham ko'payadi. Chiqayotgan avlodlarimiz vatanga muhabbat bilan o'sadi. Buning uchun ilm yo'lida borimizni berishimiz kerak. Har narsamizni qurbon qilishimiz kerak. Kimnidir uyi yonganini muhokama qilish, kimnidir mashinasini rangini muhokama qilish, qobig'idan chiqadigan vaqt yetib keldi. Va shu qobig'idan sizni olib chiqadigan kitob janr yuzasidan mana shu kitob. Quddusning so'nggi muhofizi. O'qib ko'ring. Inshaalloh xulosalaringizni va o'qigan bo'lsangiz bir qadar bu kitobdan olgan taassurotlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'ling, Xudo xohlasa keyingi videolarda sog' salomat qolishguncha.